Sudga hamma adolat istab boradi. Adolat va haqiqatga esa chinakam bahslar, kurashlar bilan erishiladi. Biz ko'proq xorijiy filmlarda, sud jarayonlarida ana shunday adolat uchun tomonlarning qizg'in kurashlarini ko'ramiz. Bu bizning qonunlarimizda ham belgilangan. Bot-bot, baralla katta minbarlarda turib bu haqda gapirishni ham xush ko'ramiz. Ammo amalda siz-u biz istagan sud jarayonlarida tomonlarning tortishuvini ko'rmaymiz. Bu esa sudlarga nisbatan xalq orasida shakllangan ishonchsizlikning davom etishiga sabab bo'lyapti. O'zbekiston Sudyalari assotsiatsiyasining 6-syezdida Oliy sud raisi ayni shu muammoga e'tibor qaratdi. Haqiqiy tortishuvchilik prinsipini biz ta'minlay olganimiz yo'q. Oxirgi paytlarda himoyachilarimiz faollashdi. Ular mana shu har qanday ishga tayyorgarlik bilan kelib, sud protsesslarida kerak bo'lsa, o'sha noqulay holatlarga solib qo'yishga ham harakatlar bo'lyapti sudyalarimiz. Lekin prokuror protsessi kelmasa, biz bugun protsessni boshqa kunga qoldirishga majburmiz. Protsess o'tkaza olmaymiz. Odamlar kimdan norozi? Odamlar suddan norozi. Hech kim tushunmaydi, prokuror kelmaganligi uchun qoldirdi demaydi. Sud bizni sarson qildi deb aytayapti. Sud bizni chaqirib protsessni boshlamadi, ko'rmadi deyapti. Baxtiyor Islomov bu holatga sabablardan biri sud jarayonlarida ishtirok etuvchi prokurorlar sonining kamligini inkor etmagan holda prokurorlarning sudga tayyorgarliksiz kelishini ham ochiq aytdi. Prokurorlar oxirgi vaqtida qo'ltig'iga shu MPni beramiz, oddiy so'z bilan aytganda. Hech qanday tayyorgarliksiz kelib, o'sha yerdan o'qib, birorta bir faol savol-javob yo'q ayblov nuqtai nazardan. Faqat advokat gapiradi. Endi prokurorning faolligi yo'qligi sababli sudyalarimiz bizni ayblov nuqtai nazardan savol-javobga kirib ketishga majbur bo'lyapmiz biz. Nimaga olib kelyapti bu narsa? Bu hammasi odamlarni, ayniqsa himoya tarafni haqli e'tirozlariga olib kelyapti. Sudyaning xolisligiga shubha paydo bo'lyapti. Asli bunday bo'lishi mumkin emas-ku. Anjumanda delegat a'zolari sud qarorlari ijrosining 5-10 yillab uzoq muddatlarga cho'zilishini muammo sifatida ko'tarishdi. Bizda bu vazifa nazorat organi prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosiga yuklatilgan. Xalqaro tajribani qo'llab, sud qarorlarining ijrosini ta'minlash uchun sud pristivi tizimini joriy etish taklif qilindi. Mana 9 oy davomida Qashqadaryo viloyat sudlarida 65% ortiq sud qarorlari ijro qilinmagan. Har kim aytishi mumkin, ish hajmi ko'p, boshqa sabablar ko'rsatishi mumkin. Oddiy manfaati buzilgan inson uchun kimning ish hajmining ko'pligi, kamligi nima ahamiyati bor? Hammasi eng o'zini huquqini himoya qilish uchun sudga murojaat qilayotgan bo'lsa, sud qaror chiqarsa, uni ijrosi bo'lmasa, u sudga o'tkazishdan maqsad nima o'zi? Mana shunaqa masalalarni biz oldimizga qo'ydik. Bular hali hal qilinishi kerak bo'lgan masalalar. Sudyalar assotsiatsiyasining so'nggi 5 yillikdagi faoliyati sarhisob qilinib, kelgusi 5 yillikdagi rejalari belgilab olindi. Uning jamoat tashkiloti sifatida sud hokimiyatini mustahkamlashga qo'shgan hissasi tilga olindi. Delegatlar assotsiatsiya raisi lavozimiga Ubaydulla Mingboyev nomzodini qayta tasdiqlashdi. Shuningdek, bir guruh sudyalar va tizim faxriylari sud faxriysi ko'krak nishoni bilan taqdirlanishdi.